Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun yakshanba kuni dam olish kunimiz. Shu uchun yakshanba kunida o'zimga oro bermoqchiman qizlar va sizlarga shu Agenis kompaniyasining mana shunday juda ham zo'r botoks effekti to'g'risida ma'lumot berib va hozir sizlarga ko'rsatib ham bermoqchiman qizlar. Bu botoks effektimiz innovatsion texnologiyada tayyorlangan bo'lib, eng oxirgi texnologiyada tayyorlangan. Bu mahsulotimiz juda ham zo'r. Agar biz bu mahsulotni har doim ishlatib yursak, biz hech qachon kosmetologlarga murojaat qilmaymiz do'stlar. Bu mahsulotimizni hozir ishlatib ko'raman va sizlarga dozasini qo'yib boraman do'stlar. Qizlarjonlar, endi navbatdagi mahsulotimiz Agenis kompaniyasining multigellar to'g'risida gaplashamiz. Bu multigellar qizlar teri holatimizni yaxshilaydi, yoshartirib beradi, qarishni oldini oladi. Teridagi har xil holatlarda, masalan, o'g'ri chiqqanda, masalan, allergiyada, yuzingizdagi dog'larda eng zo'r sizni qutqaruvchi mahsulotimiz bu multigel. Multigellarimizni hozir sizlarga qanday ishlatishni ko'rsatib beraman do'stlar. Mana 1-2 tomchi olamiz va mana shunday qilib yuzlarimizga suramiz. Oh, qaranglar qizlar, shunaqa zo'r, shunaqa mayin, shunaqa chiroyli qiladi. Boya botoksni ko'rsatib berdim, botoks yuzlarimni taranglashtirdi. Botoksdan keyin endi mana multigel mahsulotimizni suryapman qizlar. Mana qaranglar, qanaqa o'sha surganda yo'q, bitta yo'q, mana bilinadi qizlar. Ko'ryapsizlarmi? Qanaqa chiroyli, qanaqa mayin qilib qo'yapti. Meni yoshim 42 yoshda, lekin ajin bo'lishini umuman xohlamayman, yosh ko'rinishni xohlayman. Sizlarga ham shu mahsulotlarimizni tavsiya qilaman do'stlar. Navbatdagi mahsulotimiz Ключ krasota qizlar. Bu mahsulotimiz Agenis kompaniyasining dekabr oyida chiqqan eksklyuziv mahsuloti bo'lib, bu qizlar qishda yuzni qurib, shamoldan, sovuqdan qurib aziyat chekayotgan opa-singillarimiz uchun juda ham zo'r mahsulot qizlar. Buni mana yozilgan qizlar yuz holatini yoshartirib beradi, yaxshilab beradi va uprugisini, tarangligini keltirib, chiroyli qilib tarang holatda qilib beradi qizlar va yumshoq mayin ham qilib beradi. Hozir birgalikda bu mahsulotimizni ham ishlataman qizlar, ko'rasizlar. Mana bismillahirrohmanirrohim, mana qizlar, mana ko'rasizlar, bir tomchi ham yetadi qizlar, mana. Mana qizlar, hidi ham juda ham zo'r ekan qizlar. Asha zo'r hidi. Mazza qilyapman qizlar, asha hidi zo'r qizlar. Asha zo'r hidlari zo'r. Mana qaranglar qanaqa zo'r qilib. Shunaqa tiniq, shunaqa zo'r qiladi qizlar. Mana вообще zo'r. Mana ko'zim ko'ringlar qanaqa zo'r, sochli. Shunaqa yaxshi bo'lib qoldi qizlar. Bu mahsulotimizni hamma opa-singillarimizga tavsiya qilamiz. Bemalol hech kimga zakaz qilib olishingiz mumkin qizlarjonlar.